Selam dostlar, men Qozonning Tug'an avlim kompleksida mында BRICS illari xalq ora güzellik konkursida qatnashuvchilar Tatar xalqining rizqlarini pishiruvchi master klasslarda qatnashacaklar. Yanında jurnalistlar tura. Endi master klass o'zi zalning tigi yonida o'sa. Bizni jurnalistlarni bilan bildilar. Türlü illerden, üstlerden, birinci kanal, ikinci kanal degan şekilde Tataristan'dan gideriz. Dostlar, hazır ko'rsatam, mana bunda 17 yildan kelgan qatnashuvchi ishlik taratalar, qo'llarida o'qlov, yoqasi olaga bikishik. Mana bu yoqda da ko'rsatib olayım. Qizlar bundan keyin bo'lacaklar. İki ilden qatnashuvchi kelib ulgurmagan Hindiston ham Boliviya ularni ketalar. Bik ko'rasi kela bizning de bu go'zallarni. Ayrisha mening Hindiston go'zalligini ko'rasim kela, chunki biz o'zimiz kichkina chaqdan Hind kinolari qarab o'sdik ham mana mening ko'nglimda qolgan bolashaqdan eng matur qizlar Hind qizlari. Mana siz o'zingiz nechuk o'ylaysiz? Eng matur qizlar qaysi ilda ekan? Bilan Tatariston deysiz endi. Elbette endi Tatar kızları sizde yok. Ne? Ketemiz endi. Kim jenger? Спасибо большое. Все там включено. Их никто до меня не